Bolalar, barchangizga assalomu alaykum. Bugungi videorolikimizga xush kelibsizlar. Boshlang'ich treyderlar, sizlar uchun juda ham zo'r yangiligimiz ham mavjud. Yangi rubrikamizga start beryapmiz. Rubrikamiz 5 ta videoroliklardan iborat bo'ladi. Va o'sha 5 ta videoroliklar orqali kripto sohasi bo'yicha bazaviy ma'lumotlarni sizlarga oddiy tilda yetkazib berishga harakat qilamiz. Rubrikamizni diqqat va e'tibor bilan oxirigacha kuzatadigan bo'lsanglar, 5-videorolikdanoq kripto sohasiga birinchi qadamlaringizni bosishingiz mumkin bo'ladi. Otabek aka videoroliklarda aynan nimalar o'rgatiladi deydigan bo'lsanglar, videoroligimizning birinchi qismida sizlarga kripto birja orqali ro'yxatdan va verifikatsiyadan o'tishni o'rgatib o'tishga harakat qilamiz. Rubrikamizning ikkinchi qismida spot orqali to'liq savdo qilish o'rgatiladi. Uchinchi qismida futures o'zi nimaligini sizlarga tushuntirib beramiz va futuresda birinchi savdoingizni aynan o'sha darslikdan keyin boshlashingiz mumkin bo'ladi. To'rtinchi qismida P2P o'zi nimaligi haqida va P2P orqali qanday daromad olishligingiz mumkinligi haqida ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Rubrikamizning oxirida esa o'sha barcha savdo turlarini aynan telefon orqali ishlatishni o'rgatib o'tishga urinamiz. Sizlardan talab etiladigan narsa o'sha rubrikamizni maksimal darajada qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Komment va layklarni kutib qolamiz. Har kuni ikkitadan yoki bittadan videorolikni joylaymiz YouTube kanalimizga. Bugun rubrikamizning birinchi qismiga xush kelibsizlar. Bu videoroligimizda sizlarga kripto birja orqali to'liq ro'yxatdan va verifikatsiyadan o'tishni o'rgatib o'tamiz. Biz bo'lmasam boshladik. Bo'ldi, videorolikka davom ettirsak ham bo'ladi. Aytib o'tganimizdek, bu videoroligimizda sizlarga XT kripto birjasi orqali to'liq ro'yxatdan va verifikatsiyadan o'tishni o'rgatib o'tishga harakat qilamiz. Bo'ldi, XT kripto birjasi bu yangi kripto birjalardan biri hisoblanadi va agarda bu sohaga birinchi qadamlaringizni endi bosayotgan bo'lsangiz, bu kripto birjaga ahamiyat berishingizni so'rab qolamiz. Silkasini videoroligimizning ostida qoldiramiz. Ro'yxatdan o'tishdan avval kelinglar qisqacha ma'lumotlarni sizlarga yetkazib beradigan bo'lsak kripto birja haqida. Hop, bu yerda sizlar ham spotda ham futuresda savdo qila olasizlar. Spotda savdo qiladigan bo'lsanglar 800 tadan ortiq kripto aktivlar bilan savdo qilishingiz mumkin bo'ladi. Futures savdo qiladigan bo'lsanglar maksimalni plecho bu yerda 125-plecho hisoblanadi. Undan tashqari bolalar, bu yerda copy trading ham mavjud. Sizlar boshqa prof traderlarning signallarini ko'chirgan holda tekin signalga ega bo'lishligingiz mumkin bo'ladi. Bu joylar sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Ana endi kelinglar ro'yxatdan o'tishni sizlarga o'rgatib o'tsak. Uning uchun biz registratsiya tugmachasiga bosamiz. Bolalar, ro'yxatdan o'tish juda ham oddiy va oson, qiyin joyi yo'q, ammo tushuntirib o'tamiz. Xo'p, mana bu bo'limiga sizlar elektron pochtangizni kiritishingiz kerak bo'ladi. Mana bu bo'limiga o'zingizni parolingizni o'ylab topasiz. Barcha danlaringizni kiritganingizdan so'ng alohida bitta daftarchaga ham yozib qo'yinglar, chunki esingizdan chiqazib yuboradigan bo'lsanglar, akkauntingizga kirolmay qolasizlar. Ro'yxatdan o'tayotgan paytingizda pochtangizni kiritgan holda ro'yxatdan o'tishingiz mumkin va telefon raqamingizni kiritgan holda ro'yxatdan o'tishingiz mumkin bo'ladi. Ammo tavsiyam faqatgina pochtangizni kiritgan holda ro'yxatdan o'tishga harakat qilinglar. Nimaga? Chunki ertaga telefon raqamingiz blok bo'lib qoladigan bo'lsa yoki sim kartangizni yo'qotib qo'yadigan bo'lsanglar, akkauntingizga qaytadan kirolmay qolishligingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bizning o'sha akkauntimiz mavjud, o'shaning uchun YT tugmachasiga bosamiz. Bo'ldi, ro'yxatdan o'tib olganingizdan so'ng xuddi shunaqa ko'rinishga ega bo'lishligingiz mumkin bo'ladi. Ana endi kelinglar verifikatsiya bo'limiga o'tishdan avval interfeys haqida sizlarga qisqacha ma'lumotlarni yetkazib bersak. Mana bu tugmachasiga bosadigan bo'lsak, bu yerda eng kerakli bo'limlardan biri akademiya bo'limi hisoblanadi. Bu sohaga endi kirib kelgan bo'lsangiz, boshlang'ich savollaringizga aynan shu yerda javob olishingiz mumkin bo'ladi. Buni biz tekin darslik desak ham bo'ladi. Kopit kriptovalyuta tugmachasiga bosadigan bo'lsak, bu bo'lim orqali biz shotlarimizni to'ldira olamiz. Eng mashhur yo'llardan biri bu albatta karta raqami orqali shotingizni to'ldirishingiz mumkin va P2P bo'limi orqali shotingizni to'ldirishingiz mumkin bo'ladi. Targovля bo'limiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda spotovoy targovля tugmachasiga bosgan holda spot bilan savdo qilishingiz mumkin va ETF marjalar bilan savdo qilishligingiz mumkin bo'ladi. Derivativa bo'limiga o'tadigan bo'lsanglar, bu yerda o'sha sizlar futuresda savdo qilishligingiz mumkin bo'ladi. Qaranglar, bu yerda futures USDTM va futures coin ham mavjud. Tavsiyam faqatgina futures USDTM da savdo qilinglar. Natijada sizlar USDT ni investitsiya qilgan holda buyga yoki sellga bitimlarni ochasizlar. Hisob kitobi ancha osonroq bo'ladi. Futures coin ham da savdo qiladigan bo'lsanglar, sizlar kripto aktivlarni investitsiya qilgan holda buyga yoki sellga bitimlarni ochasizlar.
copy trading bo'limiga o'tadigan bo'lsak, bu bo'lim orqali biz уже boshqa treyderlarni signallarini ko'chirib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu haqida YouTube kanalimizda alohida videorolik qilamiz. Agarda bu videoroligimiz ostida maksimal darajada reaksiyalarni ko'rsatadigan bo'lsanglar, listing bo'limi orqali hali birjaga chiqmagan coinlarni oldindan ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Merapryatiya bo'limi orqali biz o'zimizning bonuslarimizni qo'lga kiritishimiz mumkin bo'ladi va launchpad bo'limiga o'ta olamiz. Mana bu tugmachaga bosadigan bo'lsanglar, temasini o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Bu tugmachaga bosgan holda biz o'zimizga ma'qul kelgan valyutani tanlaymiz va o'zimizga ma'qul kelgan tilni tanlashimiz mumkin bo'ladi. Xo'p bolalar, ro'yxatdan o'tishi ko'rsatib o'tdik. Interfeysini sizlarga tanishtirib o'tdik. Ana endi kelinglar, verifikatsiyadan o'tishni o'rgatib o'tadigan bo'lsak. Bolalar, verifikatsiyadan o'tish uchun biz mana bu yerdagi profil tugmachasini ustiga bosamiz va identifikatsiya nastoящего имени tugmachasini tanlaymiz. Bo'ldi. Ana endi verifikatsiya bo'limiga o'tib oldik. Qaranglar, mana bu yoqqa biz o'zimizning davlatimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Biz O'zbekistonda tug'ilganmiz. Shuning uchun ham O'zbekistonni tanlaymiz. Undan so'ng пройти проверку tugmachasiga bosamiz va sizlarda xuddi shu bo'lim chiqib keladi. Qaranglar, noldan tushuntirib o'taman. Bu yoqqa o'zingizni davlatingizni kiritasiz. Bu yoqqa qaysi dokumentingizni XT kripto byurosiga jo'natmoqchisiz, o'sha narsani tanlashingiz kerak bo'ladi. ID raqamingizni rasmga olib jo'natishingiz mumkin, pasportingizni va pravoyingizni. Xo'p, mana bu yog'iga sizlar isminglarni kiritasizlar. Agar bu yerda ID kartangizni tanlagan bo'lsangiz, ID kartangizni ID raqamini mana bu joyga kiritasizlar. Dokumentinglarni oldi tarafini rasmga olasizlar-da, mana bu joyga kiritasizlar. Orqa tarafini rasmga olasizlar-da, mana bu joyga kiritasizlar va mana bu yerda sonlar bor, ko'rishingiz mumkin. O'zingizlarni videoga olgan holda mana bu sonlarni etib, bularga jo'natasizlar. Bo'ldi. Undan so'ng отправить tugmachasiga bosasiz va bolalar 24 soat ichida verifikatsiyalar qabul qilinadi. Bugungi videoroligimizda sizlarga XT kripto birjasi orqali to'liq ro'yxatdan va verifikatsiyadan o'tishni o'rgatib o'ta oldik degan umiddamiz. Albatta bu kripto birja orqali ro'yxatdan o'tib olinglar. Keyingi videoroliklarimizda bu kripto birja orqali spotda, futuresda savdo qilishni to'liq o'rgatib o'tishga harakat qilamiz. Undan tashqari bolalar, copy trading bo'limi haqida to'liq ma'lumotlarni sizlarga yetkazib beramiz. Bolalar, videoroligimizni shu joyda bitirsak ham bo'ladi. Rubrikamiz sizlarga qiziq bo'lyapti degan umiddamiz. Ammo bu sohani to'liqroq o'rganish niyatingiz bo'ladigan bo'lsa, marhamat, onlayn darsliklarimiz mavjud. Qaysi davlatda bo'lishingizdan qat'iy nazar darsimizga yozilib o'rganishligingiz mumkin bo'ladi. Ta'limni biz Zoom efirli, video darslar va matnli vebinarlar orqali yetkazib berishga harakat qilamiz. Sizlardan talab etiladigan narsa telefon, internet va qiziqish hisoblanadi bolalar. To'liq noldan to foydaga chiqquningizgacha ta'lim beriladi. Dars davomida uyalmasdan hamma savollaringizni beradigan bo'lsangiz, natijaga ertaroq chiqishingiz mumkin bo'ladi. Murojaat uchun barcha daniylarni va telefon raqamlarimizni videoroligimizda описаниесida qoldiramiz. Keyingi videoroliklarimizda ko'rishguncha bolalar, sog' bo'linglar, charchamanglar.